Ushbu ko'rinish yer yuzining tepadan Google orqali ko'rinishi va siz izlagan joyni, adresni strakaga yozsangiz, bu sizga ko'rsatib beradi va ko'rinib turgan sariq ko'k belgilar esa buni men qoldirganman. Men qayerga borgan bo'lsam, o'sha joylarda ushbu belgilarni qoldirganman. Masalan, men turgan joyda undagi tualetga qo'yilgan har xil odzivlar, qoldirilgan odzivlarni ko'rishingiz mumkin. Bunda shunday qulaylik borki, Google'da Map'da strakaga masalan har qanday adresni yozsangiz, masalan menga Lidl kerak. Lidl adres yaqin atrofdagi ko'rinadi. Marhamat, qancha sizga nima qulaylik. Aytaylik, halol magazin qidirish kerakdir. Halol so'zini yozasiz, halol marketlar, mana masalan har xil halol marketlar. Shunday qilib Google Maps'ni qulayliklarini sanab o'tsa chegarasi yo'q.